Assalomu alaykum musofirda yurgan vatandoshlar. Moskva, Toshkent, Samarqand, Buxoro viloyatlariga qarab chiqib ketayotgan Komforta bini davlatimiz tomonidan qo'yilgan avtobuslarimiz mana aziz yurtdoshlar. Haftada 2 marta seshanba, juma kunlari reyslarimiz amalga oshirilmoqda. Oxirgi manzil Pryamoy Karvon bozor aziz yurtdoshlar, Buxoro viloyati. Mana aziz yurtdoshlar, ekranlarda ishonch nomerlar bo'ladi. O'zingizlar mana xudo xolasa sizlarni obzor qilib beramiz. O'zingizlar pokizaligiga chiroyli ahamiyat berasizlar mana. Assalomu alaykum. Charchamayapsizmi Shopir aka? Eson-omon borib kelib yuribsizmi? Iloyim mana. Aziz yurtdoshlar, oyoq kiyimlarni yechib chiqib, mana chiroyli ana qilib pokiza bo'lib joylashib ketasizlar mana aziz yurtdoshlar. Konditsionerlar ishlayapti. Mana Moskva, Toshkent, Samarqand, Buxoro viloyatlariga haftada 2 mahal reyslarimiz amalga oshirilyapti aziz yurtdoshlar. Televizorlarimiz ishlaydi, video napreleniyalarda vatandoshlarimiz qachonki oxirgi manzilga yetib borgandan keyin video napreleniyalar o'chadi aziz yurtdoshlar. Ekranlarda ishonch nomerlar bo'ladi. Bemalol murojaat qilaverasizlar. Like, podpiska bosishni unutmanglar, kanalimizdan uzoqlashmanglar.